Hürmetli vatandaş, endilikte Charles Bollier Angliyalık siyasetşünas. Atır yazıp kaldırğa Yakup Beg'nin tercüme halinden yana bir abzas yaka birlik siyasilerge sözleyimiz. Çünkü kelge yerden başlayımız. Şunda. Herbiyle arasıdı mı anı şunda. Meneviyat güçgüllük, çiriklik tehimi eğirken Yakup Beg'nin dastlabki mezgildeki himoyachileri orasidagi bundoq o'zgarishlar boshqa ba'zi bir omillar bilan qo'shilib, Yakup Beg'ning anjomliq savdogarlar bilan do'kondorlarga texmi ko'proq tayinishiga turtki bo'libdi. Va uni o'z hokimiyatining oxirgi vaqtlarida tashqi savdoni texmi qo'llash pozitsiyasini qo'llanishga majbur qildi. Puralarga yer setishdan bevosita kirim qilingan pullar Yakup Beg'ning Tungallarga qarshi urush qilishga imkon berdi. O endi mushaqqatli urushda o'z zaminini zo'r darajada kengaytirib oldi. Shuning bilan o'z zimmasiga mas'uliyatni og'irlashtirib oldi. Darvaqa bu chora yo'l qo'yilgan dastlabki yillarda oltin kumush uning xazinasiga o'zliksiz kirib turdi. Lekin bundoq moliya manbasini bir mahalla asqatdi. Mushundoq usulni qo'llanib Yarkan, Qashqar, Xotan va boshqa joylarni bulash bilan qo'lga kirgizgan oltin kumushlar. Mushadagi bulash degan so'zni Xitoy tarjimon ishlatgan vatandosh esingizda bo'lsin. Oltin kumushlar uning nihoyat cho'ng bir armiya qurib chiqishga ketadigan xarajatni hargiz qoplay olmaydi. Bu ishki xil usulning hech qaysi kerimga erishishning uzoq muddatli chorasi degili bo'lmaydi. Chunki oldingi chorani endi takrorlashga bo'lmaydi. Keyingi chora mamlakatning boyligini nihoyat tezda qo'rtib etadi. Yakup Beg'ning hokimiyati sal-pal muqimlashib, bunda pul to'plash usuli va chet ellik savdogarlarni bulang-talang qilishdan haliqi nafratlik chorasi ma'lum darajada ko'nrab qolgan chaqda u o'zining moliya planini bir qadar amaliy va bir qadar chiroyli asos ustiga qo'yishga majbur bo'ldi. Yakup Beg o'z xarajat, o'z xizmatini yuqori misol keltirganimizdek jungoliklar duch kelgan sharoitmi, qiyin sharoit ichida ishlagan bo'lsa-mu, ammo Yakup Beg ularnikidanmi afzal sharoitga ega edi. Yani bu ko'zlagan nishonni amalga oshirish Qashqariyani avvalgidek gullantirishdan oson edi. Uning xomchoti bo'yicha bo'lganda otliq askarlar qismlari va soqchilarni qo'lda tutib turish ehtiyojini davomli e'tiborga olib, ma'lum sonda pul ajratib turilsa, onda yana olmadas yuz berib qoladigan jiddiy voqealarga taqobil turish uchun davlat xazinasida oz miqdorda eshinchi pul qoldirib qo'yilsa kifoya qiladi. O davlatning har qaysi joylardagi jiddiy ehtiyojli sug'urish inshootlarini o'zidan keyin ko'kbarallarning bir taraf qilishiga qoldirib qo'yishga majbur bo'ldi. Xalq turmushini yaxshilash to'g'risidagi takliflarni bo'lsa keyinchi bir paytga kelganda bir taraf qilishga qoldirdi. Ammo armiyada bir qancha ming otliq askar bo'lmasa zodili bo'lmaydi. Qurol-yarog' omborlarda ma'lum sonda yangi miltiq, to'p, zambirak va o'q-dori bo'lmasa bo'lmaydi. Askarlarni yaxshi tarbiyalash uchun ta'minotni o'stirish yo'li bilan ma'lum sonda tavakkalchilarni jalb qilib, tuvan darajalik o'qitishlikqa qo'ymay bo'lmaydi. Yakup Beg'ning o'rni uni shundoq harbiy hozirliklarni qilishga majbur qildi. Halbuki bu ishga g'oyat zo'r xarajat bo'lmasa bo'lmaydi. Buning uchun hukmronning o'ziga xalqimi intayin eg'ar qurbon berishga to'g'ri keldi. Yaqinda yuz bergan voqealarga qarab, shuning ishondikki, agar Otliq G'ozi sirtqa qayta harbiy siyosat yurgizishda bak aktiv bo'lib ketmagan va davlat ichiga qarta bir qadar tinchlik siyosatini yurgizgan bo'lsa, quruq harbiy davrondan ko'ra uning hukmronligi texmo kuch qudrat topgan
bulattır. Müşahede Toktaylı vatandaşım hazıra bataryanın kızılçırığı lapıldaydı. Müşahede Toktay vakt sözcüğünün birkaç vap kalıdık. Şu vakt bilen nemini çizgillep tutmuşsam bulmadı beni keçirin.